Yuqumli kasalliklardan sog'aygandan so'ng uy sharoitida reabilitatsiya dasturini bajaring. Birinchidan, albatta shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilish kerak. Alohida xonadan chiqqanda niqob taqib, qo'lingizni tez-tez yuvib turishni unutmang. 15 kunlik reabilitatsiya vaqtida qo'shimcha dori-darmonlar kerak emas. Shifokorlarning ko'rsatmasisiz, biroq siz koronavirusdan saqlaydigan ortiqcha vitamin, antibiotiklar organizmning ishlashini susaytirishi mumkin. Shuning uchun vitaminli, yengil ovqatlarni iste'mol qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, go'shtli, bug'da pishirilgan, qaynatilgan ovqatlar tavsiya qilinadi. Bu oziqlar qon quyilib ketmasligiga yordam beradi. Meva va sabzavotlarni qishda muzdek yeyishdan qo'rqsangiz, sharbat qilib ichishingiz juda yaxshi. Masalan, anordan qilingan sharbatlar immunitetni ko'tarib, qonni suyultirishga yordam beradi. Xamir ovqatlarning turlarini reabilitatsiya vaqtida tanovul qilmaganingiz ma'qul. Sababi, birinchidan ortiqcha vazn olishga hissa qo'shib, ichaklardagi qo'shimcha vitaminlarni o'zi bilan olib chiqib ketadi. Shuningdek, achchiq, gazlangan ichimliklar, shokolad kabi shirinliklardan saqlaning. Asosiysi, uyda harakatni to'xtatib qo'ymang. Har kuni kamida 10-15 daqiqa nafas olish mashqlarini bajaring. Kasallikdan sog'ayganlar boshqalarga yuqtirib olish ehtimoli bor. Shuning uchun gigiyena qoidalariga amal qilib, shifokorlarning talablarini bajaring.